Bir odamni bir oti bor ekan, o'sha oti bilan omoch tortib tirikchiligini qilar ekan. Bir kuni o'sha ot qochib ketib qolibdi. Ot qochib ketsa, qo'shnilari aytibdi, juda yomon ish bo'ldi. Falonchini oti qochib ketdi. Endi tirikchiligini nima qiladi? Qanday qilib bola chaqasini boqadi? deb tashvishlanishibdi qo'shnilar. U odam aytibdi, to'g'ri. Bitta otim bor edi. U otim bilan tirikchilik qilardim. O'sha otim qochib ketdi, to'g'ri. Lekin yaxshi bo'ldimi, yomon bo'ldimi bizga ma'lum emas, Alloh biladi debdi. Oradan bir 3-4 kun o'tgandan keyin boyagi qochib ketgan oti bir yovvoyi otni yetaklab ketdi o'zi bilan. Keyin boyagi qo'shnilar bor edi-yu, yomon bo'ldi degan. Endi o'shalar aytibdiki, "Ey, falonchini oti qochib ketuvdi, qaytib keldi. Yaxshi bo'ldi. Yana o'zi bilan qo'shib bitta otni ham yetaklab kelibdi. Juda yaxshi bo'ldi. Bitta oti bor edi, ikkita bo'ldi." desa, otni egasi aytibdi, "To'g'ri, bitta otim bor edi, ketuvdi, qaytib keldi. Yana o'zi bilan bittasini yetaklab keldi, ikkita bo'ldi. Lekin yaxshi bo'ldimi bu? Bu yomon bo'ldimi? Bizga ma'lum emas, Alloh biladi" debdi. Shuning uchun hayotimizda boshimizga kelgan narsalar borasida xulosalar qilishda shoshmaganimiz ma'qul.